vobshera bir hafta vobshe agar o'sha paytga agar siz bo'lib shunday mana guruhdagi qizlarni energiyasini ham his qilib turdim, siz bilan gaplashib turdim. O'shanda nima eriz o'ldimi, butunlay yo'qolib ketdimi, u dunyo bu dunyo yo'qmi, endi nima uncha erga bog'lanmiz deganingizga xuddi bir telefondan qo'li chiqarib bir shapot urganday bo'lib o'zimga keldim. har gaplashganimizga ustoz bo'lmasa man Alloh bor jinni bo'lib qolardim o'sha bir xonali kvartiraga bitta o'zim, hech kim yo'q, na atrofimga tanishim, bu bari begona odamlar, russkiylar. Man jinni bo'lib qolardim ustoz. Man o'sha sizni daldangiz bilan o'zimga kelganman. Lekin haqiqatdan ham 4 ibora aytganman. Har bir nimangizga shu mushkul uchun o'sha astag'firulloh va tubillohni boshlang mahliyo. Man boshladim deganingizga haqiqatdan ustoz ishlaydi. Mana Shahodat ona aytganlarida, chunki man yuk bilan narsalar bilan chiqdim ustoz, samolyotga kelishim, til bilmayman, bir o'zim doim erimga suyanib yurganman, baravar yurganman, u kishiga suyanib uchun hamma ikkala yordam berdi ustoz. Shu aeroportga kelishga yukimni olib kelyapti, samolyot ichiga ham yaxshi gapirib, nimalar, bari atrofimda erkaklar, birontasini tanimayman, hammasi O'zbekiston musulmon erkaklari. Chiqqanimcha beqa kutib turgan o'zimizda odamlar, mashinagacha yukimni chiqarib, shunaqa yana ko'rishamiz, sog' bo'ling, eriz boradi inshaalloh deb shunaqa chiroyli motivatsiyalar bilan chiqarib yubordi. Rostdan